Muftiy Shamail Nadvi, islom olimi, pedagog, Kalkuttada joylashgan Vahan fondining asoschisi. U Hindistondagi nufuzli Darul Ulum Nadvatul Ulama Laxnau madrasasini tamomlagan. U faqat ta'lim bilan shug'ullanib qolmay, balki sayohat blogini ham yuritadi. Biz uning Petronas minoralari oldida suratga olingan blogini ham ko'rganmiz. Bugun biz bilan birga Javed Axtar Sohib ham bor. Javed Axtar Sohib shoir. U she'rlar va nasr asarlar yozadi. Shuningdek, filmlar uchun dialoglar muallifidir. U ratsionallik haqida gapiradi. Xonimlar va janoblar, Xudo bormi degan savol mavjud. Har bir inson bu savolga o'zi uchun javob izlaydi. Kimdir buni Xudo zarrachasini izlash deb ataydi. Kimdir ilohiy zarracha deydi. Yana kimdir Higgs bozonini izlash deb hisoblaydi. Ba'zilar massa qanday paydo bo'lganini, yaratilishdan oldin nima bo'lganini, vaqt paydo bo'lishidan oldin nima bo'lganini tushunishga harakat qiladi. Boshqalar esa bu izlanishlarning barchasi inson ongida sodir bo'ladi deydi. Ratsionallik haqida gapirganda hamma bir savolga javob izlaydi. Xudo bormi yoki yo'qmi? Umid qilamanki, bugun biz ushbu fundamental savollarni muhokama qila olamiz. Avvalo, sahnaga Muftiy Shamail Nadvi sohibni taklif qilaman. Iltimos janob, bir nechta yakuniy so'z ayting. Butun hamdu sanolar bu koinotni muayyan maqsad bilan yaratgan zotgadir. Hurmatli janob Javed Axtar, janob Saurabh Dwivedi va aziz tinglovchilar, barchangizga rahmat. Bugungi munozaraga kelganingiz uchun tashakkur. Biz Xudo bormi mavzusini muhokama qilayotganimiz sababli bu masalada qaror chiqarish uchun turli mezonlar bo'lishi mumkin. Shu bois bugungi bahsda qaysi mezon to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanini aniqlash muhim. Birinchi mezon ilmiy mezon. Hurmatli Javed Axtar sohib aynan shu mezonga tayanishga moyil. Buning sababini tushuntiraman. Ilm ahli aytadiki, fan Xudoning mavjudligini isbotlash yoki inkor etish mexanizmiga ega emas. Milliy fanlar akademiyasi ham shuni ta'kidlaydi. Fan faqat tabiiy, jismoniy reallikni o'rganadi. Shu sababli jismoniy bo'lmagan reallikni, jismoniy olamni o'rganishga mo'ljallangan vositalar bilan tekshirib bo'lmaydi. Demak, bugungi munozarada Xudoning borligi yoki yo'qligini isbotlashda ilmiy dalillar asos bo'la olmaydi. Ikkinchi mezon vahiy orqali bilishdir. Vahiy orqali Xudoning mavjudligini isbotlash mumkin. Ammo vahiy men uchun haqiqiy bilim manbai bo'lsa-da, hurmatli Javed Axtar uchun u bilim manbai hisoblanmaydi. Shu sababli bugun men diniy matnlardan dalil keltirmayman. Xudo bo'lsa, uni ko'rsating yoki empirik dalil keltiring degan talab aslida noto'g'ri vositadan foydalanishdir. Bu xuddi metal qidirgich yordamida plastikni topishni talab qilishga o'xshaydi. Plastik topilmagani uchun empirik dalil talab qilish bolalarcha talabdir. Endi faqat bitta mezon qoladi. Aql, mantiq va tafakkur. Aynan shu asosda Xudoning mavjudligi yo isbotlanadi, yo inkor qilinadi. Mantiqiy dalil aniq, ravshan va inkor qilib bo'lmaydigan bo'lishi kerak. Masalan, agar aytsak, hurmatli Saurabh insondir va barcha insonlar ongli mavjudotdir, demak, Saurabh ham ongli mavjudotdir. Bu dalil aniq va mantiqan rad etib bo'lmaydi.
Agar bugun hurmatli doktor Xudoning yo'qligiga oid shunday aniq va mantiqiy dalil keltirsa, men uni albatta qabul qilaman. Ammo amalda bunday dalil mavjud emas. Endi oddiy misol keltiray. Tasavvur qiling, biz hech kim qadam bosmagan, yakkalangan oroldamiz. Yurib borib, to'satdan bir to'pni ko'rdingiz. Birinchi savolingiz nima bo'ladi? Bu to'p bu yerga qanday kelib qoldi? Nega u pushti rangda? Nega aynan shu shaklda? Tabiiyki, siz uni ma'lum xususiyatlar bilan yaratgan va bu yerga joylashtirgan bir yaratuvchi bor degan xulosaga kelasiz. Agar xohlasa, uni boshqa rangda yoki boshqa shaklda yaratishi ham mumkin edi. Endi tasavvur qiling. Shu to'pni kattalashtira, u butun koinot hajmiga yetdi. Faqat hajmi kattalashgani uchun savol o'zgaradimi? Albatta yo'q. Savol o'sha qoladi. Bu koinot qayerdan paydo bo'lgan? Ateistik dunyoqarashga ega odamlar bu savolga odatda bilmaymiz yoki o'zi paydo bo'lgan deb javob berishadi. Agar to'p haqida o'zi paydo bo'lgan degan izoh qabul qilinmasa, nega koinot haqida bu izoh qabul qilinadi? Bu dogma deyiladi. Tabiat hodisalarini tushuntirish Xudo yo'q degan xulosaga olib kelmaydi. Bu masalani inshaalloh keyinroq batafsil tushuntiraman. Men shuni ta'kidlaymanki, yovuzlikning o'zi Xudoning mavjudligiga dalildir. Chunki agar Xudo bo'lsa, biz mas'ulmiz. Mas'uliyat bo'lishi uchun esa tanlov va yovuzlik mavjud bo'lishi kerak. Aks holda zulmga uchraganlarning azoblari behuda bo'lib qolardi. Agar mendan bu to'pni yoki bu koinotni kim yaratdi deb so'rashsa, men sizdan butun koinot ichida kontingent bo'lmagan, ya'ni o'zi mustaqil mavjud bo'lgan biror narsani ko'rsatishingizni so'rardim. Falsafada ana shu tushunchalar orqali mavjudlik tahlil qilinadi. Agar siz, unda bu mavjudotni kim yaratdi? Uning sababi nima? Va bu sababning sababi nima? deb savol berib, bu zanjirni cheksiz davom ettirsangiz, bu sabablarning cheksiz regressiyasi deyiladi. Va bu mantiqiy xatodir. Konseptual jihatdan cheksizlik mumkin. Masalan, 1, 2, 3 va hokazo sonlarni sanashda. Sonlar cheksizdir. Lekin bu yerda biz konseptual cheksizlik haqida emas, balki zarur mavjudot haqida gapiryapmiz. Zarur mavjudot bu mustaqil mavjudotdir. Agar u bog'liq bo'lsa, u endi zarur bo'lmaydi. U abadiy bo'lishi kerak. Chunki agar uning boshlanishi bo'lsa, u holda u tasodifiy, kontingent mavjudot bo'ladi. U qudratli bo'lishi kerak. Chunki hozirda mavjudlik faol ravishda davom etmoqda. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu muhim tadbirda ishtirokingizni chin dildan qadrlaymiz. Hamma qilayotgan ishlaringiz uchun sizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Endi ushbu dalillardan so'ng hurmatli Javed Axtar sohibdan fikr bildirishni so'rayman. Xohlasangiz, o'tirgan holda gapirishingiz mumkin. Avvalo, muftiy sohibga bir yaxshi xabarni aytmoqchiman. Ilm-fan sohasidagi bilimlarim juda kam. Shuning uchun bu borada tashvishlanmang. Bu Xudo haqidagi dalil yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Ba'zi dinlar 3-4 ming yillik bo'lishi mumkin. Inson esa Homo sapiens sifatida taxminan 10-12 ming yildan beri mavjud. Har doim nimagadir ishonch bo'lgan. Bu e'tiqodlar nodon odamlar uchun emas edi. Xudo obrazi yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Masalan, qadimgi Misrliklarda bunday e'tiqod bo'lgan. Ular piramidalarni qurgan. Rimliklarda ham bo'lgan. Ularning o'z me'morchiligi va senati mavjud edi.
Aholi soni cheklangan bo'lsa-da, aynan ular demokratiyani yaratgan. Ularning o'z Yupiteri, o'z rasi, o'z vulkani bo'lgan. Ularning e'tiqodlari bugungi odamlar e'tiqodlaridan kam emas edi. Xristianlik Yevropaga kelishidan oldin u yerda German dini mavjud bo'lgan. U yerda qudratli bir xudo bo'lgan. Uning sodiq xotini, 2 jasur o'g'li va go'zal qizi bor edi. Xristianlik kelgach, bu dunyo go'yoki butunlay yo'q bo'lib ketgandek tuyuldi. Agar siz ularga ishonganlarni johil deb atasangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Ular o'z davrining juda qobiliyatli insonlari edi va buyuk ishlarni amalga oshirganlar. Vaqt o'tishi bilan bu dunyoda hamma narsa o'zgaradi. Ammo bu muhim savolda har bir jahon dini sizdan eng asosiy narsani, samimiy iymonni talab qiladi. Xo'sh, iymon aslida nima? Iymon bilan oddiy ishonch o'rtasidagi farq nimada? Agar Xudo mavjud bo'lsa, uni menga ko'rsating desa, bu juda sodda va hatto biroz ahmoqona bo'lardi. Bu til. Bu taraf jon. Imkon. Hatto ichki xotirjamlikni ham hisob qilman. Ammo bu boshqa odamga nima beradi? Siz u bilan hech qachon uchrashmagansiz-ku. Iymonning ma'nosi shundaki, uni isbotlab bo'lmaydi. Agar isbotlab bo'lsa, iymon kerak bo'lmas edi. Siz aytgan orol va to'p haqidagi misolga qaytsak. Qiziq tomoni shundaki, siz orolni kim yaratganini so'ramadingiz. Sizni faqat to'p qiziqtirdi. Sizni faqat to'pni kim yaratgani qiziqtiradi. Siz faqat to'pdan hayratlanasiz. Biz esa oroldan hayratlanamiz. Siz hatto bu orol haqida savol bermadingiz. Men qanday qilib dunyoga keldim? Mening tug'ilishim oldindan rejalashtirilganmidi? Men rostdan ham tug'ilishim uchun belgilanganmidim? Yoki bu shunchaki omadli tasodif edimi? Xuddi bir qoshiq tasodifan kimningdir yoniga yopishib qolgandik. Mening tug'ilishim ham shunchaki tasodifmi? Siz ko'pincha aytganingizdek, tasodif va inson. Siz adolat deb ataydigan inson tabiati adolatli emish. Ammo tabiatdagi adolat aslida adolatsizdir. Agar sher kiyikni yesa, siz aytasiz, bir kuni adolat qaror topar emish. Lekin adolat bu insoniy tushuncha. Tabiatda adolat yo'q. Sher kiyikni yesa, uni hech kim jazolamaydi. Agar bo'ron kelib, yashil daraxtlarni ildizi bilan sug'urib tashlasa, bo'ron qamoqqa olinmaydi. Men yegan ovqatni ichagim hazm qiladi va buning uchun hech qanday jazo bo'lmaydi. Bu shunchaki hazm qilish jarayoni. Hammasi shunday sodir bo'ladi. Tabiat adolatsiz holda mavjud. Xo'sh, adolat nima? Bu insoniy tushunchadir. Shuning uchun agar kimdir sizga men senga adolat beraman desa, bu gap tabiatdan emas. Endi chapga buriling. Bu nimani anglatadi? Mana shu barcha qoidalar, tartib, intizom, odob, axloq. Chapga buriling. Aks holda nima bo'ladi? Yoki jarima to'laysiz, yoki avariyaga uchraysiz. Butun bu fazilatlar, tartib, qoidalar haydash bilan bog'liq. Chapga burilmasangiz, xavf tug'iladi. Tirbandlik paydo bo'ladi. Poraxo'rlik boshlanadi. Bularning barchasi inson jamiyatiga tegishli. Adolat bizniki. U tabiatga aloqador emas. Sher kiyikni yedi, uni qamoqqa tashlashadimi? Bunday narsa hech qachon bo'lmaydi. Shu sababli dinlarning dunyoviy va'dalariga qarasangiz, bu narsalar tabiatdan kelib chiqmaganini ko'rasiz. Bu tabiat. Ba'zi odamlar butun olam faqat tabiatdan iborat deydi. Ammo dunyo tartiblariga qarasangiz, bu tasavvur hech qayerda to'liq mos kelmaydi. Bu yerda adolat yo'q. Lekin siz menga o'limdan keyin adolat bo'ladi deb va'da berasiz. Agar bu ro'y bersa, men juda xursand bo'laman. Ammo men bunga ishona olmayman. Chunki men o'zimda bunday iymonni hosil qila olmayman. Bu iymonga nisbatan noto'g'ri talabdir. Siz yana aytasiz, o'limdan keyin adolat bo'ladi.
Agar men uni olsam, xursand bo'laman, ammo bunga ishona olmayman. Chunki iymonni majburan yaratib bo'lmaydi. Ko'plab dinlar iymonni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, agar din me'yorida bo'lsa, hammasi emas, balki ayrim jihatlari, u insonda ma'lum fazilatlarni rivojlantirishi mumkin. Bunda foyda ham bor, zarar ham. Masalan, spirtli ichimliklar ko'plab dorilar tarkibida ishlatiladi. Amerikada umr davomiyligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Ayrim xalqlarda kuzatilishicha, ular ko'proq eritilgan sariyog' iste'mol qilishadi. Boshqa tomondan, agar inson spirtli ichimlik ichsa, saraton kabi ayrim kasalliklar xavfi oshadi. Uni to'g'ri ishlatadigan odamlar ham bor. Ishonchim komilki, hurmatli muftiy bundan mamnun bo'lgan. Men ham bundan xursandman. Ammo dunyoda qancha odamlar borki, ular buning sababli o'zlarini barbod qilishmoqda. Bu xuddi spirtli ichimliklarga o'xshaydi. Ba'zi odamlar uni to'g'ri, donolik va me'yor bilan ishlatadi. Uning asl maqsadini tushunadi va suiiste'mol qilmaydi. Men qat'iy ishonamanki, chuqur hurmatga sazovor muftiy ana shunday noyob insonlardan biridir. U to'g'ri va mas'uliyatli foydalanishning namunasini ko'rsatmoqda va buni ko'rib turish menga nihoyatda yoqimli. Ammo atrofga qarasak, bugungi zamonaviy dunyoda qancha odamlar borki, afsuski nazoratni yo'qotib, o'z tabiatiga, hayotiga va ishiga zarar yetkazmoqda.